oppoqqina qilib ta'mirlab qo'yilgan 2 qavatli o'zini terrasalari, shunaqa chiroyli zeleoniy zonalariga ega hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz Nazarbek postdan bor yo'g'i 2 kilometr kirganda Qirg'uzar mahallasida joylashgan. Orientirimiz 8-maktabni shundoq ro'parasidagi mahalla bo'ldi. Uyimiz 4 sotix 6 ta xonadan iborat. Hozir sizlar bilan birgalikda uyimizni kiraverishidan boshlab planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kiraverish darvozaxonamizda joylashgan. 2-3 ta mashina bemalol hovlimizning ichigacha kiradi. Darvozaxonamizni ko'rib turganinglardek yopiq holatda. Bu yerda bo'lsa alohida paradning eshigi ham o'rnatib qo'yilgan. Paradning eshigidan kirishimiz bilan o'ng tomonimizda hovlimiz uchun sanuzul, uni yoniga bo'lsa shunaqa umivaylik o'rnatilgan ekan. Binoyimizda bo'lsa pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, uyimizning fasadi va devorlariga traversin ishlatilgan. Kirishimiz bilan mana shu ikkita chetimizda bo'lsa zeleoniy zonani ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizda gaz, svet, suv hamma kommunikatsiyalari bor. Katta oila uchun mo'ljallangan, ikkita oila ham yashasa bo'ladi. Uyimizga kirishimiz bilan o'zingizlarning xohishingizga qarab o'ng tomonga yoki chap tomonimizga yozgi oshxona qilib olsanglar ham bo'ladi. Uyimizning biralarigacha qo'yib qo'yilgan ekan, ko'rib turganingizdek fasad qismi to'liq bitgan holatda, faqat binoyimizning ichki qismini 90% ishi bitgan desa ham bo'ladi. Hozir videoyimizning davomida o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Hozir endi sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichki qismini ham ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda katta hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizda ko'rib turganingizdek korobka holatida, lekin elektrika, santexnika va отопительный sistema ishlari bitgan. Binoyimizda to'liq iliq pol qilingan. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda shunaqa katta zalni ko'rishingiz mumkin. Uyimizning xonalarida shunaqa panorama romlagacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Patolog qismimizning ham gipsokarton montaj ishlari bitgan. Devorlarimiz bo'lsa tayyor suvodan chiqqan. Zinamizning tagidan unumli foydalanib kladovka yoki uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistema qilib ham bo'ladi. Bu yerda kichkina koridor, bu yerda bo'lsa общий sanuzulni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa iliq polli regulyatorlari o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa katta spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Uyimizning katta orqa hovlisi bor. Videomiz davomida sizlarga orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda ham bitta xonamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizdan keyin o'zi oshxona joylashgan. Bu xonamizni bemalol choy ichib o'tiradigan, ovqatlanib o'tiradigan xona qilib olsanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa shunaqa katta oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizdan bo'lsa orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Uyimizning shunaqa katta orqa hovlisi bor. Yoz issiq kunlarida bitta tapchan qo'yib, maza qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Binoyimizning orqa tomondan ham ko'rinishi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bu yerda katta hovlimizni ko'rishingiz mumkin. O'zingizlarning xohishingizga qarab mana shu joyimizdan devor qilib bitta katta xona qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Aynan mana shu xonamiz orqali terrasaga chiqsa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa uyimizning terrasasi joylashgan. Joy egalari urinib qolmasligi uchun shunaqa klonka qo'yib qo'yishgan ekan, lekin traplarigacha qilib qo'yilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rib chiqamiz. Uyimiz shunaqa tupik ko'chada joylashgan. Tupik ko'cha o'zi ko'pchiligiga yoqadi, tinch va xavfsiz bo'lganligi uchun. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Uyimizning tashqarisiga ham yana bemalol ikkita mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Shunaqa chiroyli hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.